Elektroy obunachilari sizlar uchun ko'ryapsizlar, yengillikni zo'rlari kelgan. Ko'ryapsizlar, agar uylarga metallar kerak bo'ladigan bo'lsa, shunaqa profillar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelsanglar bo'ladi. Undan tashqari do'konga nima yengilliklar kelgan desanglar, ko'ryapsizlar, Bona brendidan laminatlarni har xil variantlari kelgan, 7 lik, 8 lik variantlari. Undan tashqari ichkarini ham ko'rsataman. Ichkarida ko'rishingiz ko'ryapsizlar. Westerman brendidan ko'rayotganingizdek smestitellarimiz kelgan. Undan tashqari Nerodan har xil kerakli narsalar kelgan. Nima deysiz aka? Nimalar keldi? Uspet qilmayapmiz biz joylashtirishga. Xudo xolisa Aksiyaga tayyorgarlik qilamiz. yengil bitta aksiyani aytib o'tib ketaman shu yerda o'zida. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, smestitellar kelgan. Smestitellarni mana bunaqa pianino variantlarini aka qanchadan qo'yapmiz, qanchadan sotuvdik? Xo'p, oxirgi aksiya 349 mingdan bo'lgan. Endi yangi aksiyani kutyapmiz, uni narxi sir bo'lib qoladi faqat. 2 kundan keyin e'lon qilamiz. Xullas arzon bo'ladi undan. Dunyo bo'yicha arzon bo'ladi. Manzilimiz keladigan bo'lsak, ko'ryapsizlar, Elektroy do'koni, bunisi, xullas mana bu dehqon bozorining yonginasida joylashgan, bemalol kelaverasizlar.